$650 ming xonadonni men sizlarga obzor qilib ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'ring. Maksimalni do'stlarga tarqatishni esdan chiqmasin. Like bosgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Assalomu alaykum azizlar. Bu xonadonimizda 160 kvadrat umumiy maydonga ega bo'lgan va 20 kvadratli terrasali xonadon. Toshkentda markazi bo'lgan eng qimmat domlardan biri Nesvanda turibmiz hozir. Toshkent sizini bilasiz, Nesvan eng zo'r domlardan biri hisoblanadi. Uyimizni ko'ryapsizlar, zalimizni ko'ryapsiz. Zal bilan oshxona studiya qilingan. Agar xohlasangiz yopib olsangiz ham bo'ladi. Bu uyda ishlatilgan har bitta detallar zo'ridan, sifatisidan qilinganlar. Va bu yerda televizorning zonamiz bor. Bu yoqda televizorimizda Samsung bu yoqda yakki zonamiz, qisqa qilib aytganda uyimizda juda ham full ikkita sanuzildan iborat. Etaj ham zalotoy etaj, 3-etaj. Bilasiz, 3-etaj juda ham hadoviy hisoblanadi. Kirishimiz mana shundan boshlanadi. Polnisi cho'pli pollar qilingan. Bu yoqda stroyniy shkaflar, dekorniy joylar. Bu yoqda esa birinchi sanuzilimizda joylashgan. Sanuzilni ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli qilib, sifatli qilib qo'yishgan. Idealni qilingan hamma narsa. Nesvandan olaman deganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizda obyektlarimiz ko'p Nesvanda. Bu yerda stol stul zonani ko'rsatdim. Bu yerda kattagina terrasamiz bor, 20 kvadrat terrasamiz bor. Katta ko'chaga qarab turgan azizlar. Endi bu yerda detskiy xonani ko'rsatib chiqaman, qani kelinglar. Bu detskiy xonamiz ham kattalar yotadigan darajada keng va shinam qilingan. Pastellari ham juda ham sifatli pastellar o'rnatilgan. Va bu tomonda esa o'zini sanuzili bor. Bir ikkita melchokka narsaga ahamiyat beramiz. Ular chiqib ketadigan narsalar, chunki uyimizda endi remontdan bitdi. Shkaflar keladigan bo'lsak, polnicha shkaflarimiz ham keng, krashni qilingan. Har bitta uyda chiller sistema qilinganlar. Bu yoqda esa yana bitta kattagina master spalniyamiz joylashgan. Spalniyni ko'ringiz bittalashani qizartirib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda o'zini sanuziliga ega, dush kabinka qilingan. Uyimizda cho'pli pol qilingancha oyoqlarimizdagi issiqni maza qilamiz. Shunaqa kvartira niyat qilayotgan bo'lsangiz, xudo xolasa mana shu yil nasib qilsin desangiz, like bosib do'stlarga yuborib qo'ying, ularga nasib qiladi. Bu garderobni joyimizda polniy loftdan qilingan azizlar. Buni ochilishlariga ahamiyat berib o'tsangiz bo'ladi. Har bitta detallari zo'r qilingan. Lekin bilasizmi, Nesvandachi Ahran 24/7 o'tiradi. Hech kimni begonani kiritmaydi. Qarindoshingiz ham kira olmaydi bu yerga. Sizdan ruxsat so'rab, keyin kiradi. Kelinglar. Endigi navbat esa yana bitta spalniyani ko'rsataman. Bu esa yana bitta spalniyamiz, bolalar yotoqxonasi. Общий 3 ta spalniy bor va zal, oshxona hisoblanmoqda. Shunda 4 ta xona bo'lyapti. Plus mana men ozgina ko'rsatib o'taman terrasani. Shunaqangi katta darajada ikkita terrasamiz bor. 12 kvadratdan bo'lsa, ikkita kvartira, ikkita terrasamizda 24 kvadratga yaqin terrasi ham bo'ladi azizlar. 160 kvadrat, 20 kvadratlik terrasa Nesvanda joylashgan azizlar. 650 ming so'rovimizni yana kelishtirib beramiz. Kommentariyada yozib keting, sizga ma'qul keldi yoki yoqdi, yoqmadi. Hammaga rahmat, jonlaringiz sog' bo'lsin. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Maksimal shu xonadonimizni tarqatishinglar sizlardan bitta yaxshilik bo'ladi. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Ko'rishganda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar.